Assalomu alaykum hurmatli kuzatuvchilar. O'zchangar jonsining navbatdagi kuni. Navbatdagi buyurtmamiz asosidagi gazoviy kotelimiz yasab tugatildi. Quyidagi kotelimiz Dog'istonlik ustalar uslubi asosida yasalgan axtiy kotel deb nomlanadi. Xo'p, ma'lumot o'rnida aytib o'taylik. Ayni kotelimiz Dog'istonda konveyер ko'rinishda, ya'ni tirajniy ko'rinishda ishlab chiqariladi zavodda va ko'plab seriyalarda sotuvga taqdim qilinadi. Xo'p, ana shu kotelimiz uslubida biz ham yasab mana buyurtmachilarimizga taqdim qilyapmiz. Kotelni pasportning danasida, demak, KPDsi 96% ko'rsatilgan, ya'ni kim 4% gina poteriya. Ya'ni bu juda katta KPDga ega holatda kotel deb taqdim qilingan. Xo'p, ayni kotelimizni biz mana shu mavsumda sinab ko'rdik. Faoliyatimizni Qashqadaryo viloyati Qarshi shahrida olib boramiz. Demak, shaharimizda ko'plab ayni kotelimizdan o'rnatdik va haqiqatda kotel natijasi ajoyib ko'rinishda, demak, o'zini tavsiya qildi. Bemalol aytishimiz mumkin, istagan ko'rinishdagi bugungi kungacha yasalgan kotellarni o'rniga qo'ysak 50% ko'rinishda tejamkorlikka erishamiz. Demak, bugungi kunda zamon talabi demak, tejamkorlik talab qilyapti. Sababi yurtimizda gaz tariflari oshib bormoqda. Qish oylari 500 kubgacha limit qo'yildi. Aynan shu limitga sig'ish maqsadida quyidagi ko'rinishdagi kotellarni yasab tavsiya qilmoqdamiz. Xo'p, bu kotelimiz yasalish haqida ma'lumot berayotgan bo'lsak, ayni kotelimizning ichida 25 dona teploobmennik terilgan, oddiy kotellarimiz singari. Mana bu kotellarimiz singari. YouTube kanalimizni kuzatib borayotgan kuzatuvchilarimiz bu kotellarimiz haqida ma'lumotga ega. Keyin yuqoriga qarab issiqlik harakatlanadi. Yuqoriga yo'l yo'q, ya'ni kim mana bunday rubashka bor, yopiq holatda. Shu tepaga borib uriladi issiqlik, pastga qarab yo'naladi. Yana mana shu yerda papka qilingan. Yuqorida ham bitta papka bor, ikkita papka orasidan shunda pastga tushgan holatda yana aylanma harakat bilan yana yuqoriga qarab ketadi. Ya'ni kotel ichida katta dimlanish ostida issiqlik kotel ichini tark etadi. Shuni oqibatida, demak, past haroratda, ya'ni 20-30 gradusgacha kotel suv isiguncha pastida konsert berish ehtimoli bo'ladi. Mana shu revizionniy eshiklarimiz ana shu aynan konsert holatini nazorat qilish uchun qo'yilgan. Xo'p, konsert holati istagan kotelda bo'ladi. Birinchi marta yongan vaqt, ya'ni kim kotel ichida sovuq suv turgan vaqti garelkani qo'shib yoqqan vaqtimiz terlash hosil bo'ladi va konsert beradi. Bu kotellarimizda biroz ko'proq bo'lishi mumkin. Xo'p, kotelimiz avtomat garelkaga ham mo'ljallangan. Biznes sinov holatlarimiz bo'yicha avtomat garelkasiz, demak, 50% ekonomiyaga erishganmiz. Yana bir aniq ma'lumot, temperaturani datchik bilan jihozlaganmiz. Sistemalarda 50-60 gradusda, demak, issiq suv holatini ushlab turish imkoniyatiga ega bo'lamiz. Undan oshig'i kerak emas, ya'ni teplopoteriya bo'ladi. Aynan shu 50-60 gradusda quyidagi kotel mo'risi qizimasligi haqida bemalol ma'lumot bera olamiz. Aksincha, podacha, ya'ni issiq suv chiqib ketayotgan turbamizni 2 soniya ham ushlab turish imkoniyatiga ega bo'lmaymiz. Mo'rimizni istagancha, ya'ni sutkalab ham ushlab tursak, qo'limizni kuydirmaslik holati bo'yicha, demak, kotel faoliyat olib bo'ladi. Bu borada aniq, demak, video ko'rinishda ham kanalimizda video ma'lumot berganmiz. Xo'p, kotelimizga ishlatilgan mahsulotlar 2,5 mm xanlikdagi rossiyskiy rechileslardan ishlaganmiz. Ichki va ustki korpuslari ham bir xil. Kotel ichida 25 dona teploobmennik terilgan, 2,8 mm xanlikdagi turbalardan terilgan. Xo'p, kotelda avtomatik garelka qo'yilishi hisobga olingan holatda pastki, demak, garelka bilan yuqoridagi birinchi teploobmennik orasida ham anchagina masofa qoldirilgan. Ya'ni kotel nasib etsa, demak, o'rnatilgan xonadonlarda 10 yildan kam xizmat qilmasligi haqida, demak, ma'lumot bera olamiz. Kotel o'lchamlari bilan tanishib o'tamiz. Mo'riga 100 diametrdagi turba qo'yilgan. Xo'p, eniga 30 cm kotelimizni, yuza qismi kotelni 45 cm tashkil qiladi. Kotelni suv aylanish qismi balandligi, xo'p, 63 cm tashkil qiladi. Kotelni oyoqlaridan, demak, eng baland nuqtasigacha 75 cm masofani tashkil qiladi. Kotelni og'iz qismi 18 cm kenglikka ega, balandligi 16 cm tashkil qiladi. Demak, odatga ko'ra eshiklarimiz yuqoriga ochiladi, ya'ni bu oddiy garelkada foydalangan holatda, mana shu holatda yopib qo'yish imkoniyatiga ega bo'lamiz. Mana bu yerda ichki holat bo'yicha, demak, avtomatik garelkani qo'yish imkoniyatiga ega bo'lamiz. Aytib o'tgandek, bu revizionniy eshiklari konsert bergan, bermagan holat bo'yicha nazorat qilish imkoniyatiga ega bo'lamiz. Ko'rib turganimizdek, old tarafda 3 ta zaklopka qo'yilgan kotelimizni, yon boshida ham 3 ta zaklopka qo'yilgan, orqa tarafida 8 ta zaklopka qo'yilgan. Kotelimiz 3 kilo
bosimda sinab ko'riladi, ya'ni kim bemalol yopiq tizimda ham o'rnatish imkoniyatiga ega bo'lamiz. Bir og'izda qisqa qilib ma'lumot berayotgan bo'lsak, kotelimiz zamonaviy qo'l bola kondensatsionniy kotel holati bo'yicha demak ishlash imkoniyatiga ega bo'ladi. Hurmatli kuzatuvchilar, ayni ko'rinishda kotellarimiz, ekonom kotellarimiz bugungi kunda 2025-yil hisobidan mana yoz oylarida ekonom holati bo'yicha sotuvga taqdim qilinmoqda. Yoz tariflari bo'yicha kotelimiz narxi 3 million so'mga baholangan. Demak, har xil turdagi kotellarni buyurtma asosida qabul qilish imkoniyatiga ega bo'lamiz va dastavka xizmati ham yo'lga qo'yganmiz. Dastavka xizmati ham bizning zimmamizda. Shu bilan videomiz o'z nihoyasiga yetdi. Hurmatli kuzatuvchilar, sog' bo'ling, salomat bo'ling. Keyingi videolarda uchrashguncha omon bo'ling.